Molekulalar har doim nimada bo'ladi dedik? Harakatda, to'xtovsiz va tartibsiz harakatda bo'ladi dedik. To'g'rimi? Demak, issiq suv molekullari harakat tezroqmi yoki sovuq suvnikimi? Issiqniki, to'g'rimi? Demak, bularda harakati tezroq bo'ladi. Keyin issiq suv molekullari yengilroqmi yoki sovuq suvnikimi? Issiq suvniki yengilroq. Agar shu issiq suvniki yengilroq bo'lgani uchun, demak, ular har doim issiqligimiz qaysi tomonga harakatlanadi? Yuqoriga tomon harakatlanadi. Shundaymi? Mana bu atom ringlarni deraza oldiga qo'ygan vaqtda ham nima qilinadi? Har doim mana pastga qo'yiladi. Chunki issiqlik qayerga ketadi? Yuqoriga ko'tariladi. Tashqaridan kelayotgan sovuq havoni isitib, ichkariga nima qiladi? Yo'naltirib yuboraveradi. Tushunarli? Demak, issiq suv rostdan tepaga harakatlanadi deganlar kimlardir? Hamma shundaymi? Pastga harakatlanadi? Yo'q, hali tepaga harakatlanadi. Tajribada ko'rganmisizlar? Ko'zlaring bilan. Mana aylanadi-ku. Pastga harakatlash mumkin? Mumkin. Pastga emas? Qancha vaqtdan keyin? Hozir rostdan ham tepaga harakatlanamiz. Yo'q, hozir nima qilamiz? Tekshirib ko'ramiz. Mana suvni qaynatib olib keldim hozir. Hozir burishib olib qoldi, bakrashganmiz. Nima uchun bakrashganman? Burishdi. Kimda hajib bo'lsa? Chidamas. Issiq bo'lsa burishib qolamiz, shitib. Qorayapti, to'g'rimi? Mana ko'rinish uchun birozga rang qo'shaman bunga. Qizil rangimiz bordi, boya qayerdan topdi-da. Ko'ryaptimi? Birozga rang qo'shdim. Ko'ryaptimi endi? Rangli suv bo'ldi. Aynan napitgan ranglarda buni. Demak, xo'sh. Birinchi nima qilamiz? Mana suv. Bu yoqda suv. Demak, to'xta suv. Nazar suvga. Nima qilaylik? Suv oramizligini biz olamiz. Suv soldikmi? Mana. Suv soldik. Ko'ryaptimi ozgina bo'lsa ham? Yana qo'shaymi ozgina kerak? Ko'ryapti. Ha, qo'shaymi ozgina qo'shay. Ko'ryaptimi? Endi yaxshilab ko'ringlar. Xo'sh. Ko'ryaptimi endi? Mana bunga demak, nima soldik? Yaqday suv soldik. Shundaymi? Endi nima qilamiz? Qaranglar. Bundan ozgina suv solamiz. Suv solishimiz kerak. Suv olamizlar, nima qilamiz bunga? Solamiz. Ko'ryaptimi? Demak, qaranglar. Agar issiq suv pastga harakatlansa, bundagi suv nima qilish kerak bunga? Tushish kerak. To'g'rimi? Aralashib. Tushyaptimi? Yo'qmi? Tushib ketgan yo'q-a? Ko'ramiz, turib turaversin, mayli. Endi nima qilamiz? Qaranglar. Hozir bunga endi suv solamiz. Mana. Bundan suvni bunga solamiz. Solamizmi? Savolga. Endi bunga nima solishimiz kerak? Yaqday suv solishimiz kerak. Birozga rangni qo'shamiz. Birozga rangni qo'shish uchun. Shu o'zi solib qo'yversam bo'lmaydi. Mana. Mana buni sinov bo'ldimi?
Bu sovuq suv bo'ldi, to'g'rimi? Endi qaranglar, mana bundagi suv tushgan yo'q, hali ham turibdi. Ha? Bu idishimizdagi demak, yaxtay, bunimiz esa issiq. Agar mabodo teskari bo'lib turganda tushib ketish kerak, agar pastga harakatlanganda. Shundaymi? Endi hozir bunimiz demak issiq, bunimiz esa sovuq. Demak, agar bizning fikrimiz to'g'ri bo'lsa, nima bo'lish kerak? Bundagi suv tushib ketishi kerak bo'ladi. Mana pastga tushib, tepadagi nima qilyapti? Tepaga chiqyapti mana. Qaranglar, bu mana to'lqin bo'lyapti. Ha? Rangi o'zgarishi qaranglar, mana. Ko'ryaptimi? Bitta yaqinroq chiqadi ko'ryapti. Mana, rangi o'zgaryapti. Mana ko'k suyuqligimiz tepaga qarab yo'q bo'lyapti, chiqyapti. Qaranglar. Bir pasga rang o'zgarib qoladi. Ha. Ko'rdingmi? Agar oq suv bo'lganda toza ko'rinardi bu. Aniq ko'rib turadi. Mana hozir. Ko'ramizmi? Mana. Qaranglar chiqib boryapti mana. Siz ko'rasiz? Ha, hozir mana. Ko'rdida bir rang o'zgardi. Hozir bir olamiz. Aniq chiroyli ko'rinishni oldinga sonamiz. Bo'ldimi? Qarang, chiqish qaranglar. Ko'rdingmi? Issiq suv tepa qarab nima boshladi? Harakatlan boshladi. Ko'ryapsizlar? Sovuq suvimiz og'irligi hisobiga nima qilyapti? Pastga qarab tushib ketyapti. Mana rangi ko'karib boshladi. Ko'rdingmi? Rostmi ekan? Ha? Demak, tartib harakatlanishi, demak, sovuq suvimiz pastga tushib, issiq suvimiz yuqoriga rostdan ko'tarilarmikan? Mana. Bu ikkalasi sanki rangi o'sha bir xil bo'lib qoldi. Guvoh bo'ldingmi?